kecha bugun men seni to'yga boraman desam ertalabdan turibdi. Dadam to'yga boradi. Hozir ayasiga janjal qilyapti meni cho'miltirdi. Ha, Zohir? Ayin cho'miltirmayaptimi o'g'lim? Ha? Cho'miltiryaptimi? Ha, bo'ldi. Men seni qayerga boraman bugun? Ha? To'yga. To'yga ketayotib dadam bilan Vanni yotgan joylariga keldik. Bu birinchi marta kelyapti. Xursandman. Zo'r ekan deb. Qabristonga keldik. Qabristonga keldingiz? Mana qabrlar orasida Vanni qabrlari bor. Otsa bo'ladimi? Bu dadamning qabrlari. Kichkina qabrlar. Bu dadamning qabrlari. Biz qabristondan qaytdik. Endi to'yga yo'l olyapmiz. Mana bu bilan. Qayerga ketyapmiz o'g'lim? To'yga. To'yga ketyapmiz. To'yga ketyapmiz. Hozir yo'lga chiqdik mana. Yana yo'limizda davom etyapmiz. Yulduz Usmonova avvalgidek Zohir Hey, uxlab qoldi. Arqadan. Biz begona keldik.